Onlayn darslikda sizga pulga o'rgatadigan narsani men sizga tekinga o'rgataman. Bonfile go'shtdan tayyorlangan steyk ayollarda steyki deyiladi. Nimaga? Chunki juda ham mayin bo'ladi. Go'shtimizni minimum 2 sm qalinligida kesib olishimiz shart, bo'lmasam quruq bo'lib qoladi. Qizigan tovaga steykimizni chesnok, rozmarin, jambul va sariyog'ni qo'shib, aylantirib yaxshilab ikki tomondan qovurib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek qovursanglar, ichlari yaxshilab pishadi va qon oqmaydi. Shunaqa chiroyli rang bo'lgandan keyin folgaga olib qo'yamiz, chunki steykimiz dam olishi kerak. Oddiy tuzning o'rniga men toshli tuzdan foydalandim, steyk uchun zo'r bo'ladi. Xohlagan sabzavotingizdan foydalanishingiz mumkin. Men steykdan qolgan yog'imizda shu sabzavotlarni birrov qovurib oldim. Undan keyin o'sha toshli tuzdan qo'shib olaman. Bu ham juda ham zo'r mazza beradi va 3-4 daqiqaga qopqog'ini yopib dimlab qo'yamiz. Endi zborkamizni boshlaymiz. Xohishingizga qarab bezatishingiz mumkin. Men mozzarella dumaloq sirdan ham qo'shib oldim. Sabzavotlarimiz yarimchala pishgan bo'ladi. Xavotir olmanglar, shuna bo'lishi kerak, o'zgacha ta'm beradi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, tanishingizga yuborib qo'ying.